Shakarni qancha olish kerak edi? Shakar bir 5 xalta olish kerak edi bu yil. Ha, shakarga ham virus bor-ku. Yo'q, shakar toza shakar Toshkentdan kelgan. Xalta Asalni pastga qo'ysa masalan koronavirus bilan. Hozir asal olamiz, xudo xolasa. Va'dalar sizga 1 litr asal beraman, mana hozirgi virusga asal foydali narsa. Keyin korrupsiyaga qo'shib yuboraman deb. Oy, joy so'z aytmagarini. Ostakuni. Bu yerga kelgan odam bor-ku, lech o'zini mashina bilan kelmasin. Do'stona maslahat. Yo'q, bechora Kobulda. Yo'q, beazil, yo'q, rasvo. Ana. Ikkita Kobul endi to'xtash kerak. Bittasi to'xtaydi, ikkinchisi o'tadi. Boshqa iloj yo'q bechora. Bu hali bilmayman, Turkmanistonga o'tib ketyapmiz. Bu tushunmadim, qanday xatocha bo'ldi? Turkmaniston chegarasiga keldik-ku.